Gari bizni sotdi. Hisob raqamlarini tekshirib ko'rdik. Oxirgi offshore depozitlariga qara. 2 hafta oldin $20 million kelib tushgan. U qarib qoldi, ko'ngli yumshadi. Qarzlarning hisobi yo'q. Ajrashdi, o'g'li ham betayin chiqdi. Gari ojiz bo'ldi. Uni darhol oradan yo'qotish kerak. Ha, Uydan keting, Gari. bugun kechqurun yoningizga kelishadi. Kim keladi? Din. Ularga qarshi ishlatish mumkin bo'lgan hamma narsani olib hozirroq qochib keting. Xudo. Liftga boring. Allaqachon boryapman. Uy raqamini tering. Hamma yoq elektrsiz qoldi deb o'ylagandim. Xizmat liftlari boshqa tarmoq qo'langan. Rostdan ishladi. Mashinam shu yerda ekan. Uni men shu yerda qoldirdim. Obbo. Xo'sh, endi nima bo'ladi? Mashina o'g'irlab qochgandekmi? Politsiya mashinamni shaharning allaqanday bir chetidan topadimi? Shunga o'xshash.